O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi tashabbusli budjet jarayonlarini o'tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi 666-sonli qaroriga asosan har yili 2 bosqichda tashabbusli budjet loyihalari o'tkazilishi belgilangan. Mazkur qarorga asosan Quvasoy shahrida 2025-yilning 2-bosqichida jami 10 ta loyihalarimiz g'olib bo'lib, ushbu loyihalarni moliyalashtirish uchun 15 milliard so'm mablag'lar ajratilishi belgilangan. Hozirda 2-bosqich loyihalaridan ikkita mahalla fuqarolar yig'inida jami 7 kilometrdan ortiq ichki ko'chalarimiz asfaltlashtirildi. Ikkita mahalla fuqarolar yig'inida qurilish ta'mirlash ishlari boshlandi. Qolgan loyihalarning barchasi shaffof tender orqali pudrat tashkilotlarini aniqlash maqsadida tender savdolariga joylashtirilgan. Mazkur ishlarni amalga oshirishda birinchi navbatda aholi fikrini inobatga olgan holda budjet mablag'laridan samarali foydalanish bo'yicha umumiy nazorat o'rnatilgan. Necha yildan beri asfalt yo'llar yo'q edi. Bolalarni maktabga borishganlar ko'chalarda yo'llar botib kelishib, ancha muammolar bo'lib kelyapti. Hamma bir yoqdan bosh chiqarib, mahallamizga shopping budjetdan yutib olib, mana asfaltlar bo'lyapti. Harakat qilgan odamlarning yo'llari mana chiroyli bo'lib, asfaltlar bo'lib, keyingi avlodimizga yo'l qoladi. Shunaqa loyihalarga tashkillar bergan prezidentimizga katta rahmatlar aytamiz. Xalqimiz hammamiz chiqib, shu asfaltlashtirishga hissa qo'shyapmiz.